Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun Steve Jon tarjima. Va bugun biz Yosta qishloqlarini bitta gorillaga qarshi jang qildirishimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi bo'lib biz gorillaning kuchini sinab ko'ramiz qani. Yo, menimcha kimdir skorini chaqirish kerak bo'ladi shekilli. Xo'sh, endi qishloqlar nima qilayotgan ekan? Nima bo'ldi endi bular tayyorgarligi shunday bo'ldimi? Xo'sh, unday bo'ladigan bo'lsa do'stlarim, biz jangni boshlaymiz qani. Ketdik. Xo'sh, birinchi bo'lib kim jang qiladi? Qani, kimda duxi bor? Demak, birinchi chiqog'imiz ham aniq bo'ldi. Ay, bolakay, hozir seni ota-onang hamma bola-chaqalaring kuzatib turibdi. Qani, salom aytchi ularga. Xo'sh, unday bo'ladigan bo'lsa, biz boshlaymiz qani. Qanday pozor bilan yutqizdi. Xo'sh, kelinglar buni qaytadan ko'ramiz. Bizning 100 ta qishlog'imiz endi 99 taga kamaydi. Voy chiqoq qishloqlar, qo'rqib yugurgandan ko'ra biror narsa qilsalaring bo'lmaydimi? Yo, gorilla charchab qoldi shekilli. Shu vaqtdan foydalanib, hozir qishloqlarimiz gorillaga qarshi taktika qilishga harakat qilyapti. Balkim bu safar nimadir qila olishar. Oh, gorilla ularni o'ldirishga yaqinlashyapti. Gorilla qishloqlarning bir qismini yo'qotdi. Ular endi 79 ta. Xo'sh, endi ular nima qilishar ekan? Demak, og'aynilarim, qaranglar. Biz hozir gorillani o'rab, uni yo'q qilishimiz kerak bo'ladi. Hammaga tushunarli bo'ladigan bo'lsa, biz buni reja asosida qo'llaymiz. Hamma tayyormi? Xo'sh, sizlarga nima bo'ldi? Qani aytinglarchi? Gorillani o'ldirish uchun bizga yordam ber. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Unday bo'ladigan bo'lsa, biror narsa quringlar. Nimadir xayolimga kelyapti-yu, lekin nima bilmayman. Foydalbayob, mana senga qilich, senga yordam. Uni o'ldirishga harakat qilib ko'r. Qani bolakay, olg'a. Gorillani yutish uchun o'zingizni mehringizni ko'rsating. Yo'q, men bu narsani aytmagan edim. Shuning uchun sizlarga bitta gapim bor. Voy sen, hozir mana shu qirg'ing uchun gorillaga borasan. Hayye bilanchi burek. Sensiz men nima qilaman? Gandon iflos, o'sha momentlarni esingdami? Hayye bilan. Mình nhất định phải trả thù. Hayye bilan battar bo'l. Xo'sh, qani davom ettiramiz. Voy gorilla, bilasanmi, men juda ham bechoraman. Bilasanmi, men ko'chalarda ovqat so'rab yurardim, lekin hech kim bermasdi. Shuning uchun men juda ham qiynalib yashaganman, gorilla. Ha, u juda ham qiynalgan ekan. Gorilla seni urmaslikka qaror qildi. Tabriklayman qishloqi. Tushunmadim, bu nima? Nima bu NFT-ku? Xo'y gorilla, unda eng qimmatbaho NFT bor ekan. Wow, bu bomshku, bilaman. Sen ko'chalarda qiynalgansan, yashash uchun harakat qilgansan. Sen gorillani albatta yuta olasan. Senga ishonamiz. Qani bo'la qol. Hammasi qo'lingdan keladi. Voy jinursan. Kelinglar, yaxshisi temir golemlarni yasaymiz. Ajoyib, ular endi hamma ishni biz uchun qilib berishadi. Nima? Bu qanday bo'ldi o'zi? Xo'y, sen qani baqirib berchi gorilla qo'rqishi uchun. Meni o'zim qo'rqib ketdim-ku. Xo'y, buni kimdir yo'qotinglar. Diqqat, e'lon, hamma eshitsin, meni e'lonim bor. Demak, hamma eshitayotgan bo'lsa, men birozgina tualetga borib kelishim kerak bo'ladi. Shuning uchun iltimos, hech kim alohida narsa qilmasin. Xo'sh,
Xo'sh, demak men keldim, hech kim g'alati narsalar